qanchalik o'tadi. Allohda adolatida bizga shunaqa imkoniyatlar berdiki, qisqa vaqtda oldingi 1000 yil yashab qilgan ibodatni ajrini bizga qisqa vaqtda beradigan sharoitlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilar, Makkada o'qilgan bir rakat namoz boshqa joyda o'qilgan namozdan 100 ming barobar ko'proq ajr yoziladi dedi. To'g'rimi? Hech shu narsani o'ylab ko'rganmizmi? Nima degani bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda 100 ming barobar? Hisoblab ko'rilganda bir namoz, bomdod namozini Makkada o'qiydigan bo'lsangiz, boshqa Qirg'izistonda, Qozog'iston, dunyoda qayerda bo'lmasa o'qishlik uchun sizga 55 yil 6 oy umr kerak bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deyaptilar? Meni ummatim o'zi yoshi 60 da deyapti. Bir insonni butun umr davomida qilgan ibodatini sizga 2 rakat, 2-3 daqiqa sarflaydiganga sizga bu imkoniyatni beryapti. Duo ijobat bo'lishligi. Musulmon odamda xolis Allohdan so'ragan duosi 3 holatdan chiqmaydi. Eng Allohning nazarida past holati nima? So'ragan narsangizni berishlik. Allohdan uy so'radingiz, farzand so'radingiz, so'ragan narsangizni berdi. Bu duo ijobat bo'lishligini biz xursand bo'lamiz, lekin Alloh nazarida eng past darajasi. Ikkinchi darajasi nima ekan duo ijobat bo'lishligida? Biz mashina so'raymiz, transport so'raymiz, lekin qadarimizda yozilgan shu mashina bilan avariya bo'lib inson vafotiga sabab bo'lishdi. Yoki bo'lmasam biz dunyo so'raymiz Allohdan, lekin qadarimizga yozilgan agar Alloh bizga boylik ochib olsa, biz Ramazonda ulug' kunlarda Makkaga kelishlikda emas, balki Yevropalarga sayohat bilan o'tkazib yuborardik. Alloh bizga dunyo ochib yuborganda edi, biz ham dunyo ahli kabi vaqtimizni, pullarimizni isrof qilib ma'siyatlarga sarf qilardik. Shuning uchun ikkinchi martabasi nima ekan? So'ragan narsamizni Alloh biluvchiroq, orqasidan keladigan musibatni bizga ko'taradi. Xo'p, Alloh nazaridagi eng ulug' duo ijobat bo'lishligi nima bo'lar ekan? Inson yillar davomida so'raydi. Har birimiz Allohdan so'ragan narsalarimiz bor, to'g'rimi? Lekin ba'zi narsalar haligacha ijobatini ko'rmadik, to'g'rimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Allohdan banda shunchalik umiddor bo'lib yillar davomida so'raydi. Alloh biladi, bu dunyoda sizga so'raganingiz bersa, bu dunyoda o'zida yo'q bo'lib ketadi. Mashina o'lishingiz bilan foydasi bo'lmaydi sizga. Yeringiz, bolalaringiz, vafotingiz bilan foydasi bo'lmaydi. Alloh bu duoingizni qiyomat kuniga olib qo'yadi. Qiyomat kuni odamlar payg'ambarlarga borib turib, shafoat qiling bizga deganda payg'ambarlar bugun Alloh shunaqa g'azab qildiki, men hatto o'zim deb qoldim degan kunda hamma odam alayhissalomdan qiyomatgacha bo'lgan insonlar ichida falonchi deb turib ismingiz bilan chaqirib aytadi, bandam eslaysanmi menga yolvorib yillar davomida duo qilgan deydi. Eslatadi shu duoingizni. Ha, Alloh esladim deganda nima deydi? Dunyoda berganda yo'q bo'lib ketardi, endi so'ragin deydi. So'ramoqchi bo'lgan duoyingni endi so'ragan ijobat qil. Haqiqiy o'lchovlar bugun deydi. Haqiqiy beriladigan narsalar bugun deydi. Endi so'ragin deydi. Bu dunyodagi narsa. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deydilar? Mo'min odamning holatiga ta'ajjublanaman dedi. Alloh mo'min odamga bir musibat beradi. Musibat Allohdanligini biladi, sabr qiladi. Bu yo'l bilan yursa ham avariya bo'lardi, boshqa yo'l bilan yursa ham avariya bo'ladi. Nima uchun? Chunki avariya bo'lishi sizning qadaringizga yozilgan. Yurgan yo'lingizga taalluqli emas. Shuning uchun farzandingiz vafot qilishligi yozilgan, u narsa bilan bo'lmasa boshqa narsa bilan bo'ladi. Alloh tanligini biladi, qadarga yozilganligini biladi, aslo xafa bo'lmaydi. Qadarga iymon keltiradi, Alloh oldingidan ko'ra bu dunyoda o'zida sharoitini yaxshiroq qilib qo'yadi. Ikkinchi toifa insonga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib turib aytadilar, Alloh bir ne'mat beradi, dunyoni ochib beradi. Bu Alloh tanligini biladi deydi. Agar bu odamda qo'lida ishlamaganimda ham, bu biznesga kirmaganda ham, bu dunyo qadarimga yozilgan ekan, baribir ham kelardi. Meni aqlim bilan emas, balki Allohning rahmati bilan keldi deydi, ortiqcha xursand bo'lmaydi. Ya'ni mo'min odam doim o'rta holatda bo'ladi. Doim yaxshilik ham, yomonlik ham Alloh tanligini biladi. Yaxshilikda Allohdan so'raydi faqatgina, yomonlikda Allohdan panoh so'raydi. Shuning uchun eng ko'p qilinadigan ibodat shu ulug' kunlarda Laylatul Qadrda duo qilishlik bo'ladi. Allohdan umiddor holatda duo qiling. Olimlar aytadi, Alloh sizlarga yozmas. Men hozir sizdan so'raydigan bo'lsam, bu narsa $1000 so'rash mumkin, $10,000, lekin hech qachon $1,000,000 so'ramayman. Aniq bilaman, siz menga bera olmaysiz. Lekin dunyo Qirg'iziston rahbaridan so'ratsa $1000 so'raymanmi? Kattaroq narsa so'rayman. Nima uchun? Chunki uni sharoiti bor, imkoniyati bor. Shuning uchun olimlar aytadi, Allohdan so'raganinglarda bera olarmikin deb so'ramanglar deydi. Alloh ojiz zot emas.
Allohda ishonch bilan so'ranglar deydi. Alloh sinaladigan zot emas deydi. So'rab ko'ringchi berarmidi? Muammoga tushib qoladigan bo'lsangiz, birinchi tanishlarga, pulga, hamma umid tugagandan keyin Allohga bog'lanadigan zot emas deydi. Agar biz sahobalar so'ragandaqa Allohga ishonch bilan so'raganimizda, Alloh bizga so'raganlarimizni xuddi sahobalarga bergan kabi bizga ham ochib beradi. Shuning uchun muborak kechalarda vaqtimizni duo bilan, g'animat vaqtimizni bilib o'tkazaylik. Muvaffaqlardan qilsin. Laylatul qadrda Ramazonda kim Ramazonda iymon bilan qoyim bo'ladigan bo'lsa, gunohlaridan pok bo'ladi. Umra bilan umrani o'rtasidagi qilingan gunoh kechiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Jumadan jumagacha qilingan gunohlar kafforat qilinadi. Umradan umragacha qilingan gunohlar kafforat qiladi. Shuning uchun mana endi so'raladigan vaqt. O'tgan Ramazon birga ro'za tutganlar qancha ichimizda? Qanchasi bu Ramazon yo'q? Qanchasi qabrda sizlar uxlab o'tkazayotgan bozorda nevaranglarga, bolalaringlar, kelinlaringlarga sovg'a olayotgan vaqtinglarda bir daqiqasini orzu qilib yotishibdi hozir. Qaniydi bir daqiqa shu qabrimdan chiqsa, shuncha katta imkoniyatda foydalanib ibodat qilardim. Shuning uchun vaqtimizni g'animat deb bilaylik. Alloh bizga va'da beradi. Agar sizga gruppa boshingiz yaxshi o'tkazsa, hajga bekorga boraman desa, qancha harakat qilasiz? Alloh aytayapti, yana umralar qilmoqchimisan banda, yana hajlar qilmoqchimisan, senga vaqt berdim, ko'rsatgan. Vaqt bergan vaqtini ibodatga sarflashga ko'rsatgan. Alloh shunchalik rahimdor zotki, hattoki bizga o'zi muvaffaq qildi. Dunyoda qancha musulmon bor? 2 milliard musulmon bor. 2 milliard musulmonning ichidan boshqalarda qamoqdaligi, biznesi, to'y o'tkazayotganligi, bahona bo'lib turganda shu 2 milliard musulmonning ichidan sizni tanladi. Sizni o'zini uyiga chaqirdi. Siz to'g'ri kelgan ko'chadagi odamni uyingizga chaqirmaysiz. 10 kun uyingizda olib qolasizmi? Tanimagan insoningiz yo'q. Alloh sizni uyiga chaqirib 10 kunlab qolishga imkoniyat berdi. Ulug' kunlarda. Buni vaqtda qadrini g'animat deb bilaylik. Laylatul qadrda aytganimizdek ko'proq Allohumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ko'proq shu duosini aytaylik. Laylatul qadrda yana alomatlardan kunduzi Laylatul qadr kuni yomg'ir bo'lishligi bugun alhamdulillah yomg'irli 27-kechasi bu kechamizni g'animat deb bilaylik. Ko'pchilik aytadi, "Men Ramazon tugayapti." To'g'rimi? Necha kun qoldi? 4 kun qoldimi Ramazonga? Aslida Ramazon tugamayapti. Ramazon yanagi yil ham keladi. Undan keyingi yil ham keladi. Aslida biz tugayapmiz. Biz tugayapmiz. O'tgan yil Ramazondagilar bu yil yo'q. Yanagi Ramazonda sizlar yo'qsizlar. Ramazon bor. Shuncha Hasan al-Basri rahimahulloh nima deydilar? Aytadilar, "Ey odam bolasi, sen kunlardan iboratsan" deydi. Sen kundan iboratsan. Har bir o'tgan kun sendan bir parcha olib o'zi bilan olib ketyapti. To butunlay yo'q bo'lguncha. Shuning uchun Allohdan so'raylik, o'zi imkoniyat bergandek qabul qilishligini, o'zi imkoniyat bergandek uni chiroyli ibodatda muvaffaq o'tkazishlikni. Sahobalar 6 oy oldin Ramazon kirishdan 6 oy oldin duo qilishadigan bo'lgan. Jonimizni olmagan Laylatul qadrlarda muvaffaq ibodatda o'tkazishni nasib qilgan deb 6 oy oldin so'rashgan. Ramazon tugagandan keyinchi. Ular Ramazon tugagandan keyin yana keyingi 6 oy duo qilib yig'lab so'rashadigan bo'lgan Alloh qabul qilishligini. Gunoh savob ish qilishlik oson, lekin uni Alloh yoniga saqlab borishlik juda ham qiyin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalardan bir so'raydi. Ichinglarda kambag'al kim deydi? Shunda sahobalar puli bo'lmagan, dirham, dinori bo'lmagan deganda meni ummatimdek bechoralar deydi. Hammamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatimiz, to'g'rimi? Hammamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatdanligimiz bilan faxrlanamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zini eshitaylik. Meni ummatimdek bechoralar qiyomat kuni hajlar, umralar, Qur'onlar, ihsonlar bilan keladi, katta ibodatlar bilan. Lekin uni dilini og'ritgan, buni g'iybat qilgan, bunga zulm qilgan, to hamma haqdorlar o'zining haqqini olguncha. Savob tugadi u odamda, lekin haqdorlar tugamadi. Shuning uchun qo'rqaylik. Haqdorlar tugamaganda Alloh nima deydi haqdorlarga? Gunohlaringlarni bu odam ustiga yuklaylar deydi. Tog'lar ajr bilan kelgan. Lekin ularni gunohi bilan, og'irligi bilan jahannamga tushib ketguncha. Shuning uchun olimlar aytadi, ibodat qilishlik emas, ibodatni Alloh yoniga saqlab borishlik, uni odamlarga zulm qilishlik bilan, odamlar maqtosiga almashtirishlik bilan yubormasdan Alloh yoniga saqlab borishlik muhimroq deydi. Shuning uchun Alloh azza va jalla shu darajada buyuk
marhamatli zot bo'lganda bizga imkoniyat berib, hattoki buni qabul qilishligini o'zimizni qo'limizga berib qo'ydi. Olimlar nima deydi? Umra yoki hajda qabul bo'lganligining ikkita alomati bor. Birinchi alomati nima? Hammamiz umra uchun kelganimizda gunohimizga istig'for qilgani keldik. So'raydiganlar so'ragani keldik, jannat so'ragani keldik. Lekin hammamizni jamlaydigan bir narsa bor. Hammamizni yagona xohishimiz Alloh qabul qilishligi, to'g'rimi? Alloh qabul qilsagina biz shu ajrlarni olib, onadan tug'ilganda pok bo'lib qaytamiz. Qabul qilmagan bo'lsa-chi, pul, vaqt sarflash bilan behuda qaytib kelgan bo'lamiz. Qabul qilishligini Alloh o'zimizni qo'limizga qo'yib qo'ydi. Banda qabul qilishni xohlasang, shu narsani qil deb qo'ydi. Olimlar nima deydi? Haj umrani qabul bo'lganligini birinchi alomati bu yerda qilingan yaxshi amallarda davomiy bo'lishligi. Bu yerga kelgandan keyin namozlarni vaqtida o'qiyapmiz, to'g'rimi? Kechiktirmayapmiz. Ish bahona qilib turib, kechqurunga to'plab o'qib qo'ymayapmiz. Sunnatlarni mukammal o'qishga harakat qilyapmiz. Vaqtimizni Qur'on bilan ihson ko'proq qilishga qilyapmiz. Birinchi qabul bo'lishligining alomati bu yerda qilgan yaxshiliklarimiz o'zimiz yurtimizga borganda davomiy bo'lishligi. Ikkinchi alomati nima ekan? Hammamiz o'zimizning gunohlarimiz bor. Hammamiz bandamiz, gunohlarga to'la, o'zimiz bilan Allohning o'rtasida boshqa hech kim bilmagan domla ekan, namoz 5 mahal o'qiydi degani bilan qanaqa gunohlar Alloh bilan o'rtamizda borligini o'zimiz bilamiz. Bu yerga kelganimizdan keyin gunohlardan tiyildik, to'g'rimi? G'iybatdan tiyildik, birovga ozor berishdan tiyildik. O'zimizda birovlar jirkib yorardi, lekin bu yerda 3 ta 4 kishi bo'lib bitta xonadamiz. Bitta tahoratga o'chirib turibmiz. Avtobuslarda, tiqinda hamma narsaga sabr qilyapmiz, to'g'rimi? Tilimizni ham, qo'limizni ham gunohdan tiyapmiz. Ko'zimizni ham xuddi shunday o'zing davlatiga borgandan keyin eski gunohlarga bu yerda tiyilgan kabi qaytmaydigan bo'lsa, bu ikkinchi qabul bo'lganligini alomati. Agar bu yerda ibodat qilib qaytganimizdan keyin eski hayotimiz, agar bu yerda ibodat qilib qaytganimizdan keyin yana eski gunohlarimizga qaytadigan bo'lsak, bu dunyoda o'zida biladiki inson Alloh qabul qilmaganligi. Bundan ko'ra Alloh ulug'roq zot bormi? Ham sizni chaqirdi. Shuncha dunyodagi odam ichida musulmon qildi. Ulug' kunda chaqirdi. Ibodat qilishga imkoniyat berdi. Hatto ibodatni qabul qilishni ham qo'limizga qo'yib qo'ydi. Shuning uchun har bir musulmon odamda qiladigan ibodati qabul qilishligini ikkita sharti bor. Har bir qiladigan amalimiz, haj bo'ladimi, ihson bo'ladimi, tilovat bo'ladimi, ota-onaga yaxshilikni ikkita sharti bor. Birinchi sharti nima? Kim aytadi? Ibodatda qabul bo'lishligini birinchi shart. Ixlos. Allohga xolis qilishlik. Hammamiz umra kelayotganda niyat qildik, to'g'rimi? Niyat qilayotganda nima deydi? Labbayka Allohumma deydi. Umradan, to'g'rimi? Labbay o'zimizda ham bor. Yosh katta odam chaqirganda labbay deb javob beramiz, to'g'rimi? Allohga chaqiruviga labbay deb keldi, ya'ni Allohdan umid ajr qilib keldi. Allohga chaqirganligi uchun keldi. Shuning uchun qilayotgan ibodatlarimiz ham Alloh uchun xolis bo'lishi kerak. Ikkinchi sharti nima? Ikkinchi ibodat sharti qabul bo'lishligi sharti nima? Ikkinchi sharti Alloh qanday buyurgan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga qanday yetkazgan bo'lsalar, dalil asosida ibodat qilishlik. O'zimiz xohishimizdan emas, ko'chadan eshitdim, falonchi qarindoshim aytdi yoki telefonda xat keldi deb emas. Buni rostdan ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurganlarmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlarmi deb turib qilishlik. Demak, har bir amalda qabul bo'lishligining ikkita sharti. Birinchisi, bu amal yagona Allohga xolis bo'lishligi. Ikkinchisi nima ekan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday qilgan bo'lsalar qilishlik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar? Xudu manasikakum anni. Ibodatinglarni mendan olinglar, mendan o'rganinglar degan. Alloh Qur'onda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga buyruq buyuryapti. Muhammad ayting deyapti. Qul in kuntum tuhibbunalloh. Ayting ummatingizga deyapti. Agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, hammamiz Allohni yaxshi ko'ramiz, to'g'rimi? Agar Allohni yaxshi ko'rsanglar, menga ergashinglar din deyapti. Buyruq beryapti. Yuhibbukum Alloh ham sizlarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun har bir qilayotgan amalimizni Alloh uchun bo'lyaptimi yoki bu qilayotgan amalimizdan dunyoviy maqsadimiz bormi? Bu qilayotgan umramizni ajri Allohdan jannat umid qilyapmizmi yoki qaytganimizdan keyin hoji aka, hoji ona desen deb turib odamlarni ikki og'iz maqtovga almashtirib qo'yamizmi? Shuncha katta ajr imkoniyatni. Shu savollarda o'zimizga beraylik. Alhamdulillah, Alloh bizga dinni yetkazdi, o'rgatdi, imkoniyatlar berdi, sharoitlar berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam insonga Alloh 60 yoshga kirishlikni nasib qilgan bo'lsa,
uzri tugabdi u inson deydi. İçimizda necha kishi 60ga kirdi? Nechtamiz 60ga yaqinmiz? 60ga, ba'zi olimlar 60ga kirgan deydi, ba'zi olimlar oq tushli deydi, soqol yoki sochiga. Deyarli hammamizga уже oq tushib bo'ldi. Bu nima degani? Alloh yetarli umr berdi insonga Allohni tanishlik, ibodat qilishlikka. Shuning uchun amallarni boshida qilingan emas, oxiri bilan hisob-kitob qilinadi. Alloh ko'rinishimizga emas, qalblarimizga qaraydi.